Otajon, qo'lingdan hech narsa kelmaydi degandi. Shuni bilib qo'ying. Qirolning o'g'li qirol bo'ladi. Bo'rining o'g'li. Bacham, boshqa kanal yo'qmi ko'rishim? Dada, mana maktabga chiqmoqchiman. Agar u yo'lda yutsam, siz otingizni dodlab aytaman, hamma televizordagilar eshitadi, ko'rib turgan odamlar. Kerak emas bacham, qo'ying. O'ra chiqib kuchukdek tayoq yeb, men otim bulg'ab, umuman kerak emas bacham. Uyda o'tiring tinchgina, mana ikkita qo'ychi olib beraman, maza qilib boqib pulini qilasiz bacham. Umuman kerak emas. Urush kerak emas bacham, qaymi? Orzuyim-da u dada. Yana nima orzungiz bor? Shu oktagonda jang qilib ko'proq pul ishlash. Bacham, urushib pul ishlamang iltimos, qaymi? Uyda o'tirib, arqing, kallan joyiga qo'yib pul ishlasang bo'ladi. Qo'ying bacham, urush kerak emas, qaymi? Bo'ldi. Endi ana kanal boshqasiga qo'yasiz hozir, ishlaringizni qilasiz, qaymi? Turing. Xudojon, kad olib keldim sizga. Qanaqami endi shu xudo? Sizni bir reaksiyangizni ko'rdik-da endi. Reaksiya ko'riladi. Shu beqiliq ishlaringizni yig'ishtiring. O'ylasiz deb o'yladim-da. Ha? Yo'q. Ana bu kadini sizga olib keldim. Bachalar bilan mant qilib yeysiz. Oling. Ana choy iching qani, xudo. Issiqina. Nima rangi buni neti? Shifobaxsh bu, har xil dorilar qo'shilgan. Inson tanasiga foydali. Iching. Aya, endi shifo baxsh ekan, birinchi o'zingiz ichib ko'rsiting, xudo. Qo'rqyapsizmi yo? Ha, endi reaksiyani tekshirasizmi? Ha, bo'ldi, tushundim men. Ha, ana endi ichsam bo'ladi. Zahar bor, bo'ldingiz. Men ham ichmagandim. Biz bitta kuchuk oldik. Ana opa, ko'ryapsizmi? Kichkinagina. Shuni bir pachalisizmi? Yo'q. Xudo kerak. O'zi yuvosh u. Tishlaydi, xudo. Tishlamaydi, yuvoshgina. Yo'q, xudo. Men aytib qo'yganman, tishlamadik. Tishlamaymi? Yo'q. Yuz, nima? Bo'lmagan nom bo'libdi. Yaxtakkina. Sal qoldi tishlaydi, aytsangiz buni. Aytdim-ku. Iching yurak, yaxtakni, iching. Iching qani, yurak yaxtak bo'ladimi? Yana shu zahar choydan berib. Bu, bu. Nima xudo? O'yga ketaman. Qizingiz ovqat qilyapti. Ovqat ham yedim, choy ham ichdim, rahmat sizga. 3 yil bo'ldi xudo bo'lganmiz. 3 yildan men mendan qutulish harakat etasiz xudo. Kechirasiz xudo, mendan o'tdi ozgina. Endi hayot sinovlariga tayyormisiz, yo'qmisiz deb. Tayyorman xudo, meni sinamang, men tayyorman. Yaxshi yashasak bo'ladi-ku, bir inoq bo'lib, bir. Bo'ldi, xudo, kechirasiz. Qaytib sizga tuzoq qo'ymayman, o'ldirish harakat qilmayman xudo. Keling bitta. Xudo, shuni yaxshi yashaylik. Men olib kelgan kadidan kadimayda qilib yeng. Mantiq qilib yesangiz ham zo'r bo'ladi. U bir xislatli kadida u. Bo'ldi xudo, rahmat. Xo'p. Tuzoq anam deb o'yladi xudo. Mullo, ana shu bacham bahosini qo'yib bering. Bu achishliknada. Eng beko'p darsi ko'p qoldirgan. Men qanday qo'yib beraman men? Domillo, hamma narsa qo'yingizda. Menga qarang. Bu bachani puli ko'p. Nima desangiz qiladi. Hey. O'zi ishonchlimi? Ha, ishonchli. Men bor ko'rtida. Menga ishongingiz tamom. Nima desangiz qiladi. Unda bu bacha bugun meni hisobimda. Tamam, biroq siz. Meni xo'rlamoqchi. Kakras bitta zo'r joy bor, siz shu yoqqa olib boraman, yuring. Alayka. Gul. Qaysi fandan boqilarsiz? Matematika. Sanki falsafa. Menga qarang, domillo pulchi, pullaringiz bormi? Menda yo'q, sharoit yo'qda. Unda bo'lsa menga qarang, bitta taktika qilamiz. Xullas, seni safo deyman, seni yetim deyman. Nima desam ham qo'yib to'ydirasizlar, tushundingizmi? Faqat domillo sezib qolmasin. Xo'pmi? Bular ajislarga tushgan. Umuman baho ola olmaydi mendan. Umuman darsa kelmagan bular. Domillo qo'ying, undoq demang, domillo. Muxtorov yetim, ota-onasi yo'q. Yetim boshini silash kerak-ku. Yetimmisan? Hay bo'lmasa, Muxtorova qo'yib beramiz. Rahim shafqat qilamiz. Buchi, bu nima bo'lgan? Bu domillo soqov, gapira olmaydi. Rahmingiz kelsa, odam kuchsiz ham domillo endi bir. Soqovmisan? Bo'ldi bo'lmasa, qo'yib beramiz. Domlo, bitta ko'chaga chiqib gaplashib kelsam bo'ladimi? Dadamlar telefon qilyaptilar. O'san devonamisan, senga aytmadingiz-ku. Nima uchun shuni ekan? Onangga. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'ldi? Amaki, o'chiradilar. Nimaga o'chirat bilan? Tinchlik? Shu yerda o'g'li stilist-ku. Bular sochini taqatmoqqa kelmiş. Qo'ymay turib to'yman. O'zi o'yman.
Asalim, ozgina tezroq harakat qilishimiz kerak edi. Ko'chada ochrat ko'payib ketdi. Hozir odam kelsa hammamizni o'ldiradi, tushundingizmi? Vo. Alo. Onangim. Hamsa, o'g'lim siz tarafga qarab qochibdi. Katman-patman bilan urib saqlang. Ada, amaki, nima qilay? Kasbim shunaqa. Bunga qarang-da. Nima qilayman o'zimni? Nima qilay? Qo'ying urmang, buni o'ylantirasiz, keyin kallasi ochiladi hamsa. O'ylantiring buni. O'ylanasanmi? Nimaga? Ne o'qilyapti? Iloyim yaxshi bo'lsin. Ha. Rahmat sizga, rahmat. Men aytdim, o'ylantirsangiz quloqingiz tinchiydi dedim. Dadajon, men ketaman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlik? Onam uyiga ketaman. Ha, nimaga urdimi? Yo'q. So'kdimi? Yo'q. A nima qildi? Hech chiqgani yo'q. 2 kundan beri makiyaj, prichoska. Makiyaj, prichoska. Sog' bo'lasizlar. Bitina, to'xtang, hali yarmini bo'lganim yo'q-ku. Hamsa. Bachangizni kallasiga tepsa maylimi? Teping. Taksimi? Unang eri. Odam-ku. O'tar mashina. Kiraydagi. Bizani Olotdagi eng qimmat restoranga olib boring. Ha. Bo'ldi. Olib boramizda. Qizim, sizga bir gurring bor. Ha. Bitta kuchuk qizlar bilan yurganda. Ha. Uni dadasi taksi urar ekan, uyda mol qarar ekan, yerlar o'g'dar ekan. Ana shunaqa ekan. Kuchuk qizlar bilan yuradi. Umuman farqi yo'q ekan u kuchuga. Ana shunaqa ekan. Mani jonim unaqa emaslar, mani jonim stilistlar. Menga har kuni pодарок, romantikalar qilib beradilar. Ha? Mana biz ham jonim bilan yaqinda Dubayga uchib ketamiz, ha-chi? Qaysi pullaringiz? Ha. Yutib olinglar. Tushinglar. Qizim, ana yoningizdagi ayting sochli maxluqa. Uya qaytib bormasin. Uya bormoqchi bo'lsa, vazilim bilan borsin. Bacham, qara o'tiraverasizmi? Yo'q. O't nimani olib kel? O't. Nima? Hozir. O't nimani olib kel? Nimani olib borish kerak o'zi? Nima u? O'zi qanaqa? Dada, mana olib keldim. Nima bu? Lapatka? Lapatkada mix qo'par biladimi? Ha? Mix qo'par biladimi? Ha? Aytmadi-ku dada, mix qo'paradigan olib keldi. La mix rasvo bo'ldi. Bacham, o't nima olib kel? Buni qoqaylik. Jonim, sen sog'indim. Hozir 1 soatdan keyin sen o'tir. 1 soatdan keyin men sen uying tekiga boraman, do'cha daraxt tekiga. Tushundingmi? Uyingdan oshib kiraymi? Yo'q, dadam borlar uyga. Ha, hay bo'lmasa kirmayman dadang bo'lsa. Pishakcham, tovuqcham, cho'chqacham bilan. Qalbim yonibdi jonim. Ichlarim qandaydir g'alati bo'lib ketyapti. Men sog'inganingizga ichingiz g'alati bo'libdimi? Bilimma onasining shunda darrov to'ycha yegandim, tiririq bo'limman bilan. Mayli. Keling, tamam. Bulbuljon, gul hidlagingiz kelib qolibdi. Murod aka, sizmi? Ha, men Mavlida. Ochiq beri. Yo'q, uyalaman. O'zingiz kiring devordan. Qanday kiraman? Dadang bo'lsa-chi? Dadam yo'q, qo'rqmang.
Qandoq? Oldingda ikkita tanloving bor. Yo ana bu katmon olib o'zing urasan. Yo men uraman. Qissadan hissa shuki jigarlar, har qanday ovozga ishonib vermanglar.